Naruto bilan biz survival qilyapmiz. Naruto salomlashib qo'y. Assalomu alaykum. Biz unda survivalni boshladik. Ketdik daraxt oldiga borib olaylik. Obrachilar Naruto bilan men o'zimizga kerakli darajada daraxt chopib oldik. Naruto hozir ozgina daraxt chopib olmoqchi o'zicha. Assalomu alaykum. Omad deganlari shu bo'lsa kerak. Obrachilar biza kon topishimiz kerak va o'zimizga uy qurishimiz kerak. Yur Naruto. Qayerdasan? Mana men-ku Naruto. Yur. Unga bo'ynim yetarmikan? Chiqoq. Qochib tur. Naruto qochib tur. Qoch. Qarab tur. Ko'rdingmi? Ketdik. Biza o'zimizga kon topib olaylik. Obunachilar, men tosh kovlashga kelishdik. U esa daraxt chopib keladi. Biza kelishib uy quramiz. Ungacha Black Wasa'ni olib qo'ydi. Biz axir YouTube'da yangi biza, to'g'rimi obunachilar? Men shuncha joy bo'shatdim, endi esa uy qurishni davom ettirishimiz kerak. Obunachilar, men shunchagina joy qilib oldim, endi esa kirib chiqishga ham joy qilish kerak. Versak qo'yib, juda yasab olay o'zimga. Obunachilar, hozir men yerni buzib olay. Obunachilar, men botlarni qilib bo'ldim, endi esa bunaqa qilib taxtalarni qilib chiqsam bo'ladi. Endi obunachilar, mana bizani normalga chiroyligina uyimiz. Endi men mana qilib taxtalarni qo'yib chiqib olay endi. Obunachilar, bizning uyimiz deyarli bitib qoldi. Men ahmoq, agar menga ko'proq daraxt olib kelganda, bundan-da zo'rroq uy qilardim. Hali konga tushish kerak. Ish ko'p, kon ham kon ekan-da, lekin. Qaranglar, teshmazor bo'lib yotibdi hamma joy. Konga tushgandan ko'ra hali konga tushish kerak, hali ma'milotlarni qilish kerak. Mana buni qaranglar yurishini. Daraxt kerak, daraxt. Nima deysan-u? Daraxt chopadigansan-u? Sen sara chopadi. Mana bu yerda daraxt yetishmayapti. Bu yurishini qaranglar. Bu daraxt chopayapmanmi yo'q, ina qilyapmanmi? Hali uyda ichi bitmagan, ma'milotlar bitmagan. Hali ma'milotga chiqib ma'milotlarni bitirishim kerak, ma'milotlar. Hali ma'milotlar ham bitmagan. Tavba, hali uylar, ana ko'mir kerak bizga. Hali bir yetarli narsani o'zi ham yo'q-da. O'zing konga tush. Mayli, men unda konga tushib ketaman. Qani ko'ramiz qancha daraxt topar ekansan. Dahshatli darajada ko'p topishing kerak. Tushundingmi? Xo'p. Unda obunachilar, men konga ketdim. Obunachilar, men konga tushib 25 ta temir, 31 ta ko'mir topdim. Bu esa qani shunchagina topibdi. Mayli, men hisob qo'yaylik. Kerak emas narsalar hozircha bular kerak. Qo'shib hali qo'y topishimiz kerak obunachilar. Uy bitmagan. Uyni ish qilib bugun bir amallab bitirmasam bo'lmaydi. Bir amallab bitirishim kerak. Nima qilamiz endi? Bir amallab bitirmasam boshqa iloji yo'q. Ketdim men endi, uyni bitirib kelay. Obunachilar, kechqurun bo'lsa, mana men hozir uyni bitirib oldim bir amallab. Endi yana ertaga qilamiz, a? Hali bu uyga oynalar yetishmayapti, tudasizlar. Qum olib kelaymi? To'xtab tur endi. Obunachilar oyna qilib olaylik. Mana bu yerda gakkras oldimizda qum bor ekan. Emami bor-ku. Qumlarni olamiz. Tak, men to'g'rilaylik. Ehtiyot. Tak ketdik. Men 11 ta topdim.
15'te. Qabıbdi, qani bizga kerakli fakkel yasab olamiz. Hozircha bizga kerak hozir tosh kerak bo'ladi. Tuda sudar qilib qolay, oyna qilib olaylik. Obunachilar, mana bizani uyimiz tayyor, ertalab bo'lyapti. Naruto siqilyapti hozir. Tak. Naruto siqilib o'tiribdi anetda. Siqilolma ko'p Naruto. Ha. Siqilishini qaranglar, bechora bola paqir. Yur ketdik. Ay. Peshvoz. Hammaga xayr deb qolaman, sizlar bilan men aziz Xayr. Короче, Naruto ham bo'ldi. Gaplashamiz jigarlar.